Hurmatli obunachilar, navbatdagi ishimizni yakunlab oldik. Bu ishimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining Do'ngishloq qishlog'ida mana Universal aka jamoasi mebel xizmatini mana shu yerda qilib bitkazishdi, xudo xolisa. Eshiklarni ochib ko'rsataman. Juda ham keng. Ko'rib turibsizlar, mana bemalol sabab eshikni yopib mana kenish joy yig'sa ham bo'ladi ichiga, o'zbekchilikda. Hammasi mashinasidan qo'yilgan. Sifatli. Eshiklarni ochib ko'rsatamiz. Mexanizmlari yaxshi, mana uylar katta o'yin qo'yib berildi, xudo xolisa. Shogird bir nima deb qo'y. Zo'r, вообще, Universal aka zo'r. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Kimga mashina xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamini yozib qoldiramiz.